Bu gulxayoni tashxislari. Birinchi qog'oz, ikkinchi qog'oz, uchinchi qog'oz. Med turizm bilan shug'ullanadigan va boshqa meditsinada xabari bor insonlar buni qog'ozlarni yaxshilab ko'ringlar. Aynan bu gulhayo qizimizning o'zlarining operatsiyasiga, tashxislar, MRTlar, hamma narsadan tashqari operatsiyani o'ziga $60,000 pul so'raldi. Bu eng skidka qilingani va men hozir Turkiyaga yetib keldim. Istanbul shahrining Mediapol klinikasidaman. Ko'rayotganinglardek, bizda ikkita bemor bor. Birlari Masuda, birlari Gulhayo. Gulhayo qizimizni ko'rayotganlardek bellari qiyshiq va bu yoq qismlari ishlamaydi. Masuda qizimizning qo'llarida aynan mana shu joyda o'simta paydo bo'lgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu kengayib ketaveradi, ishib ketaveradi. Va men operatsiya pullari to'liq to'lanmagani uchun bu yerga yetib keldim. Inshaalloh biz ehsonlarni davom ettiramiz. Bu ikkita operatsiyaga to'lanadigan pul. Birinchi operatsiya 14 kun davomida bu singlimizani osib qo'yishadi, ya'ni bo'yin qismidan va umurtqani cho'zib operatsiya birinchisi o'tkaziladi. Ikkinchisi esa aynan shu amaliyotdan keyin o'tkaziladi. Zero befarq bo'lmang. Har bir ma'lumotni, tashxisni, to'lovlarini, cheklarini har birini birma-bir qo'yib ko'rsatib boramiz. Siz ham bizani qo'llab turib like bosib, shu qizlarni duo qilib tursangiz, shu oyda Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Ramazon oyida qilgan savobingiz 10-100 ming barobar bo'lib sizlarga yozilsin. Hammaga rahmat. Biz esa davom etamiz.